sizlar daraxtni mevasidan farq etishinglar kerak. Meva darg'i yaxshi bo'lsa, beradigan mevasimi yaxshi bo'ladi. Meva darg'i yomon bo'lsa, beradigan mevasimi yomon bo'ladi. Chunki har qanday daraxt mevasidan bilinadi. Ey zaharli ilonlar, sizlar yomon tutsanglar, og'zinglardan qandoqmi yaxshi gap chiqsin. Chunki ko'ngildan nima bo'lsa, eg'izdan shu chiqadi. Yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqaradi. Bilib qo'yinglarki, sizlar qilgan har bir eg'iz quruq gapinglar uchun qiyomat kuni hisob bersizlar. O'z so'zinglar bilan yo oqlansizlar, yo gunohkor bo'lib chiqsizlar.